Assalomu alaykum do'stlar. Bugun yana sizlar bilan kompyuterga salom kanalida. Bugungi videomizda kompyuterimga olgan narsalarimni ko'rsatib o'taman, obzor qilib o'taman. Birinchi narsam bu shtativ. Buni bitta qo'lda ocha olmayman. Ochgandan keyin ko'rsataman. Mana do'stlar, bu bunaqa bo'lar ekan. Menimcha boshqa narsalarni qolgan narsalarga sog'ashdim, bilmadim. Sog'ishmagan bo'lsa qaytaraman. Keyin o'shani aytaman. Hop, keyingi olgan narsalarimni ko'rsatadigan bo'lsam, videoga GTX 750 Ti nima ochib ham ko'rdim. GTX 750 Ti. Agar mana bu shunaqa chiqdi, ichidan yana bunday narsa chiqdi, buni ham o'zim ko'rsataman hozir. Akalar, bu qo'llanma ekan. Ichida qo'llanma ekan. Ochib ko'rdim, bu hech kimga shart emas. O'z kompyuterimga o'rnataman bulardan. Yana keyingi olgan narsam bu kuler. Bu oddiy kuler emas, bu xullas havoni tortadiganida haligi kokkas. Kabi bino quraman. Mana shu. Shuni elanar ekan. Buni ham o'rnatamiz kompyuterga. Va mana bu adapter. Mana buni video kartani power supply bo'laydi, ya'ni blok pitaniya bo'laydi. Va yana keyingisi mana bu kamera, mana bu kamera. Buni men yo'lda ham ochib ko'rdim. Keyin sizlarga nimasini ham qo'yishimni ham o'rnatishimni ham ko'rsataman. Mana mening kameram do'stlar. Ajoyib. Mana bu yo'lni olib tashlayman. Shtativimni telefon bo'ladiganini yana olaman. Endi shtativ lekin yaxshi, kutganimdek. Hop, mana do'stlar, monitorimga ustiga qo'yib oldim. Yaxshi bo'ladi. Va meni so'nggi narsam bu sichqoncha gaming uchun. Gaming uchun ishlatmayman ortiqcha, lekin o'yinga ham baribir kerak bo'ladi-da bu. Balkim gamingga sotaman. Ularni albatta video davomida qo'yib o'rnatib ko'rsataman. Mana biz kattaligini o'yinga mos qilamiz. Sichqoncha. Yaxshi. Buni ham o'rnatamiz, lekin bular aksessuar hozircha. Mana shu yerda tursin bu. Yo'q, stol ustiga qo'yamiz. Mana, endi sani o'rningga bu qo'yiladi. Hop, endi video kartalarni kompyuterga o'rnatamiz. Hop, mana akalar, men kompyuterimni qo'yib oldim. Birinchi bo'lib mana bu joyini ochamiz. Tutgandan keyin video kartamizni olamiz va qo'yamiz. Hay. Buni mana bu joyini ham olish kerak. Hop, mana akalar, o'rnatildi. Chekki turdi. Buni bo'lib olganda afsuski. Mana qo'yib qo'ydim. Bo'ltini ham topib qo'yamiz. Nimaga bu? Niyat. Hozir bo'lt topib. Hop, men bo'lt topdim akalar. Prosta blok pitaniyadan yechib oldim. Bitta bo'lt yechildi. Va men adapterni ham ulab qo'ydim. Hop akalar, men buni vasata kabelimga ulab oldim. Aytgancha do'stlar, men endi termopastani qurib ketganda o'shani qo'yib olaman hozir. Va men do'stlar o'sha payt men uni ham qo'yish esimga tushib qoldi va qo'ydim. Lekin qo'yilgan joyni ko'ring. Ikkinchi bo'lti mana bu joyga qo'yildi. To'rtinchi bo'ltlari esa qo'yishga joy bo'lmadi. Va men bu safar termopastani hammasini ishlatdim. Endi proses kullerni qo'yaman. Men kullerni ham, video kartani ham qo'yib oldim. Endi mana bu kabelga kabelni ulashim kerak. Va uladim do'stlar. Endi keyingi qiladigan ishim mana bu joy orqa panelini yopishim kerak. Do'stlar, videomiz yoqayotgan bo'lsa, shu yerda videoni to'xtatib like bosishni unutmang. Videomizni davom etamiz do'stlar.
Hop, mana do'stlar yig'ilib bo'ldi. Xira chiqib qoldi do'stlar, mana. Yig'ilib bo'ldi, og'irlashdi yana ham. Kompyuter hozir joyiga qo'yib, kamera va boshqa narsalarni ulab ko'rsataman do'stlar. Akalar tayyorlaninglar, o'qyapman. Wow. Mana videokartamiz ishlayapti. Hozir men rostdan videokartaga ulaganman do'stlar. Kim bilsa mana tagida ulanadi videokartamiz. Videokarta endi qo'yilgani uchun, ustanka bo'lmagani uchun shunaqa bo'lib ko'ryapti. Necha bu? Xo'p. Nastroyganmi? Hozir kattalashtirmasam qiynaladi. Display. Steam. Hop. Обновление. Kiritilgan обновление. Yadashtiramiz. Display. No, hozir bitta narsasi bo'lar edi. Katta bo'lganligini eplolmayapman. Hop. Driver topish kerak bunga. Driverlarni o'rnatamiz do'stlar endi. Aytgancha do'stlar, sizlarga driverni topish qiziq bo'lsa, qaysi kompaniyadan bo'ladigan bo'lsa, videokartalarning assalomu alaykum, Nvidia. O'zcha yozyapti. Nvidia Force degan saytga kiriladi. Nimagadir ishlayapti-yu, ishlayapti. Endi menimcha xarid pulga bosadi. Tavsiya qilaman. Hop, Nvidia. Biz kiramiz. E'tibor bergan bo'lsangiz do'stlar, значок juda katta. Buni nastroyka qilish uchun driver kerak.
Bu do'stlar mana cho'tka chipta konfiguratsiya qisilgan, jamlashtirgan. Juda qiyin ish bo'lmadi, rasul. Bo'lsa ham bo'ladi. Xayr, salomat bo'linglar. Kommentariyaga izoh yozib qo'yishni unutmanglar.